2026-yil iyul oyidagi skuter narxlarini qisqacha tanishtirib o'tamiz. Bu yerda barcha turdagi skuterlar mavjud bo'lib, 4 ta, 5 ta, 6 ta akkumulyatorlik 3 ballonli skuterlarimizni eng kichkina variantidan tortib 1 tonnali variantigacha bemalol topa olasiz. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumanida joylashgan. Albatta O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beriladi, lekin dastavkalarimiz pullik sizga joylashgan joyingizga qarab. Demak, akalar, yaxshilab joylashib olib, like bosib, kuzatishda davom etinglar. Qani biz videoni boshladik. Videomizni ko'pchilik kutayotgan skuterimizdan boshlaymiz. Ya'ni o'sha hamma kutayotgan burgut ko'zli 3-pozitsiyasi hisoblanadi. Nima farqi bor deganlar bo'lsa, akkumulyatorlari 32 likdan 6 ta bo'ladi, motor miyalari 2000 оборот bo'ladi akalar. Ko'rinishi juda ham derskiy holatda. Tormozlari oldi va orqa tormozda jitkis tormozlik. Mana kommentariyada o'zingizlar bitta baho berib ketasizlar. Shu skuterni haydagan bo'larmidingiz? Ana endi tezligiga keladigan bo'lsak, oldingi partiyada 65 dan 73 tezlikgacha ko'tarilar edi. Bu partiyani esa o'zingizlar ko'rib guvohi bo'lasizlar. Voy dod, nima deyapti akalar? Tezlik 93 ko'rsatyapti. Обороты ya'ni juda ham tez holatda bo'ladi. Lekin o'zimiz test drive qilib ko'rmadik. Mashinaga solishtirib, kilometrlarini, tezligini o'lchab ko'rmadik. O'zingiz xarid qilib, bemalol sinab olsangiz bo'ladi akalar. Narxiga keladigan bo'lsak, $700 ga chiqarib beramiz. Burgut ko'zli 3-pozitsiyasi. Mana bu yerda yana bitta turibdi. Uka, undan arzonroq bo'lsin deganlar bo'lsa, burgut ko'zli 1-pozitsiyasi, 2-pozitsiyasi mana narigi chekkada turibdi. Ulardan qilib beramiz. Xo'p, ma'lumotlari 20 likdan 6 ta akkumulyator bo'ladi, motor miyalari 1000 оборот bo'ladi. Bitta zaryadida, xudo xohlasa 40 kilometr 50 kilometr masofani bosib o'tadi. Tezligi 60 tezlikgacha ko'tarila oladi. Akalar, bularni $600 ga chiqarib beramiz akalar. Mana bu ham juda ham chiroyli model hisoblanadi. Ana endi gabarit jihatdan ozroq kichkina bo'ladi. Ballonlari oddiy ballon bo'ladi. 20 likdan 6 ta akkumulyator joylashtirilgan. Motor miyalari baquvvatlaridan bularni $580 ga qilib beramiz. Bu ham kamida 40 kilometr masofa bosib o'tadi. Ko'pi bilan hop 50-55 kilometr masofani bosib o'tsa bo'ladi. Burgut ko'zli 2-pozitsiyasi, ko'rinish xuddi shunday. Mana oldi orqa tormozi jitkis tormozlik, 20 likdan 6 ta akkumulyator joylashtirilgan. Ko'rinishi juda ham chiroyli holatda bo'ladi akalar. Buni narxini $630 kamaytirib beramiz. Ana endi uka, arzonchi skuter ko'rsating deganlar bo'lsa, eng arzon modellarimiz 14 cho'ntak modeli hisoblanadi. Mana razmeri 14 ballon, 4 ta akkumulyatorli bo'ladi. Xo'p, motor quvvati 240 watt, tezligi detiskida 24 dan oshmaydi. Agar tezlatib ber desanglar, 55 tezlikka chiqadigan qilib beramiz. O'rindiqlar 2 talik bo'ladi mana. Shu yerdagi deyarli barcha skuterlarimizga komplektida kaska jilet, zaryadka bakovoylari chiqadi, ya'ni o'zini komplektida. Xo'p, bular orqaga yuradigan varianti. Oldin 3,5 aytilar edi, hozirgi chegirmada 3 milliondan xarid qilsangiz bo'ladi. Ranglaridan muammo yo'q. Qora, seri, ko'k ranglardan bo'ladi akalar. 14 cho'ntak modelimiz. 3 milliondan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Yangilik TM modellarimizni ko'rsatib o'tamiz. Keyin bu 16 cho'ntak modellarimiz 5 ta akkumulyatorlik 16 ballon, 8 diskalik, 6 tarafi jitkis tormoz, orqa tarafi tros tormoz, sidinalari 2 talik bo'ladi. Xuddi shu 14 cho'ntakning kattasi bo'ladi. Orqaga oldiga yuradi, telefon qo'yish uchun pastavkalari bor. Hop, detiskida 24 dan oshmaydi, sportda 55 tezlikgacha ko'tarila oladi. Motor quvvati 240 watt. Akalar, bular 4,5 baho aytib kamaytirilar edi. Hozir 4 milliondan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Ana endi undan ham kattaroq bo'lsin deganlar bo'lsa, mana yangilik veloskuterlarimiz kelgan, 20 ballon, 8 diskalik, oldi tarafi jitkis tormoz, orqa tarafi tros tormozli bo'ladi. Sidinalari katta, uzun mana. Katta inson ham, ya'ni gavdali, vesovoy inson ham bemalol o'tirib ketish imkonini beradi. Xuddi shunday. Xohlovchilarga bu bitta sidinalik, xohlovchilarga mana ikkita o'rindiqligidan qilib bersak bo'ladi. Akalar, 20 likdan 5 ta akkumulyator bo'ladi, amortizatorlar 2 tadan 4 ta. Bitta quvvatida 50-60 kilometr masofani bemalol bosib o'tadi. Motor quvvati 240 watt. Ahamiyat beringlar, ballonlari ham yumshoq, shiroki ballon bo'ladi. Amortizatorlari ham mana baquvvat holatda. Xo'p, buni narxini 5 millionga chiqarib beramiz. Obunachilarimizga ozmoz tushib beradigan joyi bor va bu ikkita sidinali modelimizda 4 million 800 ming so'm. Boringlarni obunachilarimizga hop, taqalgan joyini 4 million 600 ming so'mga chiqarib beramiz. Bu shunday holat, lekin parametrlari bir xil bo'ladi. Xo'p, ana endi navbatdagi skuterlarimizdan Ninja 5 Pro modeli
16 ballon 8 diskalik, oldi orqa tormozi, jitkish tormozlik, 20 likdan 5 ta akkumulyator joylashtirilgan bo'ladi. Bu shunday holatda akalar, sidinasi bittalik, oldiga orqaga yurish xususiyati bor. Bitta quvvatida kami 40 kilometrdan 60 kilometrgacha masofani bemalol bosib o'ta oladi. Buni narxini akalar 5.4 baho aytilarida hozir 5 milliondan xarid qilsangiz bo'ladi. Obunachilarimizga oz-moz o'tib beradigan joyi bor. Ninja 5 Pro modeli. Bu shunday holatda. Ana endi Tank 5 Pro modeli. Mana shunday bo'ladi. Qora, ko'k ranglardan bu yerda mavjud. 20 lik akkumulyatordan 5 ta joylashtirilgan, 16 ballon 8 diskalik, oldi tarafi jitkish tormoz, orqa tarafi tros tormoz, orqaga oldiga yurish xususiyati bor. Bu ham kamida 40 km masofa bosib o'tadi, ya'ni bitta quvvatida ko'pi bilan 60 kilometrgacha yursa bo'ladi akalar. Xo'p, tezligiga keladigan bo'lsak, tezligi bu partiyalarda 55-60 tezlikgacha ko'tarila oladi. Buni narxini ham chegirmada 5 milliondan xarid qilsangiz bo'ladi. Tank 5 ni Pro modeli. Ya'ni Pro versiyasi. Bu shunday holatda. Bu yerda 14 cho'ntak modelimiz. Ana endi hop, 6 ta akkumulyatorli skuterlarimizni ko'rsatamiz. Ninja 6 Pro modelimiz bor. Ko'rinish xuddi shunday. Balonlar Redline diska bo'ladi. 20 likdan 6 ta akkumulyator joylashtirilgan. Oldiga, orqaga yurish xususiyatlaridan bo'ladi. Oldi orqa tormozi jitkish tormozli, bitta quvvatida kamida 50 km masofa bosib o'tadi. Ko'pi bilan 60, 65, 70 kilometrgacha sizni vazningiz, yo'lingizga qarab masofa bosib o'tsangiz bo'ladi. Akalar, buni narxini 5 million 500 mingga chiqarib beramiz. 6 ta akkumulyatorlik Ninja 6 Pro modelimizni. Bu shunday holatda. Ana endi ichkaridagi skuterlarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda Tank 5 Pro modellarimiz, Ninja 5 Pro chegirmada 5 milliondan. Bu ham Ninja 5 Pro. Xo'p, Duga modelimiz bor. Robot kalla deb atalar edi. Buni akalar 4 million 600 mingga chiqarib beramiz. 20 likdan 5 ta akkumulyator joylashtirilgan, 16 ballon 8 diskalik, oldi tarafi jitkish tormoz bo'ladi. Shunday holatda. Ana endi 6 ta akkumulyatorli skuterlarimiz TM6 full pozitsiyasi hisoblanadi. Redline diskali bo'ladi akalar. Oldi orqa tormoz, jitkish tormozlik, 20 likdan 6 ta akkumulyator joylashtirilgan, oldiga orqaga yurish xususiyatlari bor. Akkumulyatorlari sidinaning tagida bo'ladi. Sidinasi ancha keng holatda. Tablo ko'rinishi xuddi shunday bo'ladi. Xo'p, narxini 5 million 500 mingga chiqarib beramiz. Bitta zaryadida xo'p, kamida 40 km masofa bosib o'tadi. Ko'pi bilan 60 kilometrgacha masofa bosib o'tsangiz bo'ladi. Mana har xil ranglarida mavjud. Seriya qora, ko'k ranglarda mavjud akalar. TM6 full pozitsiyasi hisoblanadi. Ana endi Tesla modellarimiz, ya'ni chigitka desak ham bo'ladi. Redline diskali bo'ladi akalar. 20 likdan 6 ta akkumulyator joylashtirilgan. Xo'p, tezliklari 45 dan 60 tezlikgacha ko'tarila oladi. Xo'p, oldi orqa tormozi jitkish tormozlik. Bitta quvvatida bu ham 40 kilometrdan 60 kilometrgacha masofa bosib o'tadi akalar. Buni ham narxini xo'p 5 million 500 mingga chiqarib beramiz. Endi bu yerda ZJ modelimiz. Ko'rinish xuddi shunday holatda bo'ladi. Xo'p, oldi orqa tormozi jitkish tormozli, balonlari shirokiy holatda. 20 likdan 6 ta akkumulyator joylashtirilgan, oldiga orqaga yurish xususiyatlari bor. Tormozlarini aytib o'tib ketdik. Buni ham akalar 5 million 500 ming so'm obunachilarimizga o'tib beradigan joyi bo'ladi. Bu yerdagini hammasi 5 million 500 mingdan, ya'ni 6 ta akkumulyatorli skuterlarimiz obunachilarimizga 100 ming tushib beramiz akalar. Xuddi shunday holatda. Ana endi ko'rinishi motobike eslatib yuboradigan 6 ta akkumulyatorli skuterimiz. Ko'pchilik qiziqish bildiryapti. Tormozlari oldi orqa tormozi jitkish tormozli, ko'rinishi xuddi shunday holatda. Ko'pchilik buni ko'rib benzin quyiladimi deb o'ylayapti. Yo'q, benzin quyilmaydi, akkumulyatorli bo'ladi akalar. Sidinasi ancha katta, tezligi 60 tezlikka chiqadi. Bitta quvvatida 40 kilometrdan 55-60 tezlikkacha 55-60 kilometr masofani bosib o'tadi. Xo'p, buni narxini 6 million 800 ming qilib beramiz. Burgut ko'zi ikkinchi pozitsiyasini aytib o'tdik. 20 likdan 6 ta akkumulyatorli, motor miyasi 2000 watt. Buni narxini $630 oz-moz tushib beramiz. Burgut ko'zi birinchi pozitsiyasi, parametri bir xil, buni narxini $600 qilib beramiz akalar. Ana endi hop, bu yerda velosiped so'raganlar bo'lsa, dastavchik akalarimiz uchun 60 ga 56 amperlik akkumulyator kelgan. Mana Monsterga birga bir kopiya qilingan, motor miyalari baquvvat, oldi orqa tormozi jitkish tormozli bo'ladi. Bu yerda o'zini mana bunday moslama setkalari bo'ladi. Hop, buni narxini $750 ga qilib beramiz. Hop, ikkita akkumulyatorli varianti bor. Mana buni ham ko'rsatamiz. 60 ga 28 akkumulyatordan ikkita bo'ladi. Hop, motor miyalari baquvvatlaridan. Bu ham ko'rinish xuddi shunday holatda. Buni $700 ga qilib beramiz. Ikkita akkumulyatori bilan birgalikda.
Bu bitta katta akkumulyatorli bo'lsa $750, ozmoz tushib beradigan joyi bor. Tablolari xuddi shunday holatda bo'ladi akalar. Ana endi 3 ballonlik so'raganlar bo'lsa, 3 ballonligimizning eng kichkina variantlari mana bu holatda. Mana sidinalari oldi-orqaga suriladigan. Xo'p, bitta yosh bola, kattaroq, bitta katta inson o'tirib ketsa bo'ladi. Sidinani oldiga sursak, orqadan korzinkasi chiqadi. Xo'p, akkumulyatori 20 dan 5 ta bo'ladi. Buni narxini akalar $600 ga chiqarib beramiz. Paytida chegirma qilib $550 dan qilib berayotgan edik. Hozir chegirma bularga tugadi, $600 dan chiqadi akalar. Mana bu ham $600. Parametri bir xil, boshqacha rangidan. Ana endi orqasida ham odam o'tirsin uka deydiganlar bo'lsa, 32 dan 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. Ko'rinishi xuddi shunday holatda. Tormozlari qo'lda ham, oyoqda ham bo'ladi akalar. Bitta kilometr zaryadida kami 40 kilometr yuradi, bo'lmasam 60 kilometrgacha masofa bosib o'tsa bo'ladi. Mana bu yerda 1, 2, 3, 4 xil pozitsiyada turibdi, ya'ni 4 xil turibdi. Bu yerda seri, oq, qora, bu ham seri. Narxi $700 ga chiqadi akalar. Mana xuddi shunday holatda. Xo'p. Endi bu tarafda ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu ham $600 ga chiqadi. 20 dan 5 ta akkumulyator joylashtirilgan, sidinasi oldi-orqaga suriladi. Narxi $600 akalar. Tormozlari oyoqda ham, qo'lda ham mavjud bo'ladi. Lotkali skuter so'raganlar bo'lsa, mana bu yerda bitta odam o'tirib ketsa bo'ladi, bitta yosh bolani o'tkazib haydab ketish imkonini beradi akalar. 4 ta 20 akkumulyator joylashtirilgan, bitta quvvatida 30 km masofa bosib o'tadi. Oldiga orqaga yurish xususiyati bor. Buni narxini akalar, xo'p, $530 ga chiqarib beramiz. Obunachilarimizga oz-moz o'tib beradigan joyi bo'ladi. Ana endi 1 yillik garantiyali skuter ko'rsating uka deydiganlar bo'lsa, Yadea modelini skuterlari mavjud. 4 ta akkumulyatorligi $500, 5 ta akkumulyatorligi $610, 6 ta akkumulyatorli variantlari $750 dan chiqadi va 6 ta akkumulyatorli katta akkumulyatorli, xuddi BYD ko'rinishidagi skuterlar, bularni $1050 ga chiqaramiz va bu yerda orqasida odam o'tiradigan skuterlar bor. Mana 1 yillik kafolatli mana Yadea firmasiniki, farasidan farqlab olsangiz bo'ladi. Bularni akalar $950 ga chiqarib beramiz. Shunday holatda. Ana endi benzinlik ishqibozlari bo'lsa, hop, tank 2 pozitsiyasi, Tiger 2 pozitsiyalari bor mana bu yerda. Shunday holatda. 150 kubalik, hop, 100 kilometrga 3,5-4 litr rasxod qiladi. Hop, tezligi 90 tezlikka chiqadi. Tank 2 modellarimiz shot spravkasi bilan birgalikda akalar $1000 ga qilib beramiz. Seri qora ranglaridan bor. Tiger birinchi pozitsiyasi hamda ikkinchi pozitsiyasi bor. Bular ham 150 kubalik hisoblanadi akalar. Tezliklari deyarli bir xil. Parametrlari faqat ko'rinishi, gabaritida farq qilishi mumkin. Hop, bularni akalar $1200 dan chiqarib beramiz. Bularni ham shot spravkasi bilan birgalikda chiqadi. Shunday holatda. Ana endi tashqi tomonda ham 3 ballonli skuterlarimiz bor. Ularni ham qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Mana o'zingizlar guvoh bo'lib turibsizlar. Yangilik yuklarimiz kelishda davom etyapti. Shunday holat. Bu albatta katta skuterlar hisoblanadi. Mana. Hop, bu skuterlarimiz $600. Eng kichkina 3 oyoqlik modellarimiz. Yangilik keldi bular ham. Naryoqdagini ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Eng kichkina 3 ballonligimiz bu ham $600. Xohlovchilarga oq rangidan bor. Buni ham $600 ga chiqarib beramiz akalar. Bu tarafda katta skuterlarimizdan. Va mana bu skuterimizni ko'pchilik qiziqayotgan edi. Yana keldi, buni $630 ga qilib beramiz akalar. Shunday holatda. Faralari katta bo'ladi. Akkumulyatorlari 20 dan 5 ta bo'ladi. Tormozlari oyoqda ham, qo'lda ham joylashtirilgan bo'ladi. 300 kilolik skuterimiz. 32 dan 5 ta akkumulyator bo'ladi. Orqa tarafda ham sidina qilib, ham o'rindiq qilib olib ketsangiz bo'ladi. Mana bunday qilsak, ikkita odam bemalol ketsa bo'ladi. Yon taraflarda eshiklari ochilib yopiladi mana. 32 dan 5 ta akkumulyator bo'ladi. Bitta quvvatida kamida 40 km masofa bosib o'tadi. Ko'pi bilan 60 gacha yursangiz bo'ladi. Akalar, buni narxini $800 ga qilib beramiz. Oldingi narxlarimiz $900 dan chiqaradi. Hozir $800 dan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Bu 300 kiloli modelimiz. Xohlovchilarga 500 kiloli modellarimiz bor. Mana xuddi shunday holatda narxlari $1000 dan qilib beramiz. Mana. Shunday holatda bo'ladi. Bu 500 kiloli modellarimiz.
Sizlar videoda xato va kamchilikka yo'l qo'ygan bo'lsak, aybga buyurmaysizlar. Mana bu yerdagi barcha skuterlarni O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz, lekin dastavkalarimiz pullik bo'ladi, sizga joylashgan joyingizga qarab. Qanaqadir savol bo'lsa, videodagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Albatta, bu video siz uchun ozgina bo'lsa-da manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, xuddi shunaqa keng assortimentda skuter qidirib yurgan yaqiningizga ulashib qo'yishni unutmang. E'tibor uchun rahmat, doimo salomat bo'ling va ketkizgan vaqtingizga rozi bo'ling.